Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan navbatdagi koreys tili darsimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzumiz paytlar. Yuzaga kelganda ishlatiladigan grammatikalarni ko'rar ekanmiz. Bu savongal natonalite degan mavzumiz hisoblanadi. Xo'p, birinchi o'tadigan grammatikamiz demak ot turkumiga hamda fe'l turkumiga qo'shiladida bu aytilishi jung yoki bo'lmasa nin jungeso degan narsalar bilan ishlatar ekanmiz. Ikkalovining ham tarjimasi bir xil, orasida paytida degan tarjimani olib keladi ikkalovi ham. Xo'p, buni misollarda ko'rib chiqaylik. Demak, ot turkumiga misol 친구 중에서 mana kelyapti bizda 친구 중에서 몇 명이 회사를 다녀요. Ya'ni do'stlaringiz orasida necha kishi kompaniyada ishlaydi degan narsa bo'lyapti. Endi biz hozir orasida degan narsaga misol tuzdik. Endi paytida esa ko'ramiz. 수업 중에서 방해하지 마세요. Ya'ni dars paytida mana bo'lyapti. Xalaqit qilmang degan narsa bo'lyapti. Xo'p, endi fe'llarga qo'shilishi 집에 가는 중에서 mana 중에서 qo'shilishi, ya'ni uyga ketish paytida 형을 만났어요. akamni uchratib qoldim degan narsa bo'lyapti. Demak, bunda ham orasida deb qo'yadigan bo'lsak, xuddi shu nin jungesoni qo'yamiz, faqat u joyda bizning gapimiz to'g'ri kelishi kerak. Orasida nimanidir orasida deb turib ifoda qilib ketsak bo'ladi. Demak, bu grammatikadan oladigan narsamiz ot hamda fe'llarga qo'shilar ekan. Otga qo'shilishi junge, fe'lga qo'shilishi nin junge degan shakllar bilan keladi. Bu ikkalovi ham orasida paytida deb tarjima qilinadi. Demak, misollarimiz mana ko'rib turgan misollar bo'ladi yozib olamiz hamda keyingi grammatikaga ketdik. Xo'p, keyingi grammatikamiz bizda fe'l turkumiga, ya'ni fe'lning o'zagiga qo'shiladi, hech qanday unli undosh degan narsa tanlanmaydi. Nin jamaja degan tarjimada keladi. Talaffuzi bilanoq, nimadir bo'lishi bilan darhol degan tushunchalarda olib keladi. Demak, buni misollarda ko'radigan bo'lsak, 집에 오자마자 어머니를 찾아야 deymiz. Haqiqatan ham uyga kelishi bilan eng birinchi farzandlar nima qiladi? Onasini qidiradi. Demak, uyga kelishim bilanoq mana tarjima bo'lyapti. Uyga kelishim bilanoq onamni qidiraman degan narsa bo'lyapti. Undan keyin 사장님이 가자마자 퇴근해요. Mana bu joyda jamaja kelyapti bizda. Hop, juda ko'p kompaniyalarda shu narsa kuzatilsa kerak. Boshliq ketishi bilanoq ishdan chiqamiz. Ya'ni boshliq ketishini ko'pchilik kutib turadi va shunga misol qilib yozdik. Ketishi bilanoq deb turib biz ishlatib ketdik bu joyda. Demak, bundan oladigan narsamiz fe'lni o'zagiga qo'shilar ekan, unli undosh tanlamar ekan, jamajani qo'shib ketaveramiz. Tarjimasi bilanoq, biron narsa bo'lishi bilan darhol nimadir yuzaga kelishida ishlatar ekanmiz va misollar mana daftarlarimizga yozib olamiz. Xo'p, keyingi grammatikamizga ketdik. Keyingi grammatikamiz bolalar bizda otga fe'lga qo'shiladi. Demak, otga qo'shilishi to'ngan, fe'lga qo'shilishi nin to'ngan deb turib o'qilinar ekan. Demak, otga qo'shilganda davomida deb tarjima qilamiz. Fe'lga qo'shilganda ba'zida ish deb keladi tarjimasi, ba'zida kelmaydi, shunchaki davomida deb ketishimiz mumkin. Xo'p, buni misollarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, 공부하는 동안 mana dars qilish davomida mana ish degan narsa qo'shilib keldi. Bizda dars qilish davomida 힘들지만 포기하지 않고 끝까지 가야 해요. Ya'ni dars qilish davomida qiyin bo'lsa ham taslim bo'lmasdan oxirigacha borish kerak degan gapimiz bo'lib turgan. Xo'p, yorim 동안 mana bizga otga qo'shilish holati bo'lyapti. Yevropa yo'hinir kal qo'yiyo. Ya'ni yoz mavsumi davomida mana bizda otga qo'shilyapti. Yevropa sayohatiga boraman degan narsa bo'lyapti ekan. Xo'p, bundan ham oladigan narsamiz otga fe'lga qo'shilar ekan. Yaxshilab eslab qolamiz, sifatga qo'shilmaydi bu narsa. Demak, otga qo'shilishi to'ngan, fe'lga qo'shilishi nin to'ngan. Tarjimasi ikkovi ham davomida, faqatgina fe'lda ish degan tarjima qo'shilib kelishi mumkin. Misollarda mana daftarlarimizga yozib olamiz va sizlar bilan uyga vazifani ko'rib chiqamiz. Endi uyga vazifamiz odatdagidek gap beramiz. Gapga endi qo'shilish holatini yozib chiqamiz. Demak, 회사에 가... 친구를 만났어요. Ya'ni kompaniyaga borib, boyagina birinchi ko'rgan grammatikamiz nima bo'ldi? Birinchi ko'rgan grammatikamiz kompaniyaga borish paytida. Demak, payt degan narsani qo'yamiz bu joyga. Demak, kompaniyaga borish paytida do'stimni uchratdim degan narsani yozishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, piga
qinna nuqta nuqta hega navassaya bilanoq degan narsani qo'yishimiz kerak. Bilanoq degan grammatikamizni hozir o'tdik sizlar bilan. Xo'p, ya'ni yomg'ir yog'ishi bilanoq quyosh chiqdi degan narsa bo'lyapti. Undan keyin cho'ngso qilishim, ya'ni cho'ngso keyin grammatikamiz davomida edi. Davomida. Ya'ni uyni yig'ishtirish davomida qo'shiqni eshityapman degan narsani yozamiz. Biz mana bu joyda hada kelayotganligi uchun fe'l turkumiga oid bo'lgan narsani qo'shib ketishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, bu uyga vazifa. Daftarlarimizga yozib olamiz va sizlar bilan yanagi darslarda ko'rishguncha xayr.